Namangan viloyati pedagogik mahorat markazi milliy qadriyatlar va milliy o'zlikni ulug'lovchi o'lkamizda bahor nafasi nomli madaniy ma'rifiy tadbirga mezbonlik qildi. Assalomu alaykum. Bahorning ilk g'unchalari kabi ochilishga tayyor bo'lib turgan qadrli hamkasblar. Tadbirda markaz direktor o'rinbosari Abdurasul Abdullayev tadbirning ahamiyatini ta'kidlab, yosh avlodni milliy ruhda tarbiyalash, ularda vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish, milliy qadriyatlarimizni asrab-avaylash bugungi kunning muhim vazifalaridan biri ekanligini ta'kidladi. Navro'z bayramiga atalgan chiroyli bayram tadbirlari bo'lib o'tyapti. Endi bu yerda asosan musiqa rahbarlari ishtirokida, tarbiyachilar ishtirokida bo'lyapti. Bu tadbir juda ko'tarinki ruhda o'tdi. Bu tadbirimiz barchaga xush kayfiyat bag'ishladi, hammaga manzur bo'ldi. Mahorat markazida yangi metodlarni bizga o'rgatishdi. Endi o'zimizning maktabgacha ta'lim tashkilotlarida borib, bolajonlarimiz bilan birgalikda shu metodlarni qo'llaymiz. Tadbir davomida o'zbek xalqining boy tarixi, madaniyati, urf-odatlari va an'analari aks etgan turli ko'rinishlar namoyish etildi. Tadbirning eng yorqin qismi maktabgacha ta'lim tashkilotlari musiqa rahbarlari tomonidan tayyorlangan konsert dasturi bo'ldi. Tinglovchilarning har bir chiqishi tomoshabinlar tomonidan iliq kutib olindi va olqishlar bilan qo'llab-quvvatlandi. Sahna ko'rinishlari milliy ruhda bezatilganligi, ishtirokchilarning milliy liboslari tadbirga o'zgacha fayz bag'ishladi. O'lkamizda bahor nafasi tadbiri Namangan viloyatida ta'lim-tarbiya sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning bir qismi bo'lib, yosh avlodni milliy ruhda tarbiyalashga qaratilgan tadbirlar kelgusida ham davom ettirilishi rejalashtirilgan. Tadbir juda ham chiroyli tashkil qilindi. Ya'ni boshqa fan o'qituvchilarini ham tadbirlarni ko'rganmiz, lekin baribir san'at sohasida ishlaydigan insonlari, qarashlari, yondashuvlari boshqacharoq bo'ladi. O'sha tadbir davomida kuy-qo'shiqlar, ya'ni jonli tarzda ijro etilganligi, chunki u yerda haqiqiy musiqa fani o'qituvchilari edi va ajoyib raqslar ham barchani kayfiyatini maksimal darajada ko'tardi deya olamiz. Tadbir barcha ishtirokchilarda unutilmas taassurot qoldirdi. Tomoshabinlar konsert dasturidan bahramand bo'lishdi va tashkilotchilarga o'z minnatdorchiliklarini izhor etishdi.